100 ming so'mda yo'lga qo'yib qo'yamiz. Qancha vaqt olib ketar ekan? Pulni yerga qo'yib qo'ydik. Odamni olib ketgunigacha Hasana parfum atirlar do'koni bor ekan. Kirib vaqt o'tkazib atirlarni ko'rib turamiz. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Men blogerman. Menga o'xshab yangi blog boshlaganlarga qanaqa atir tavsiya qilasiz? Sizga Sabo atirini tavsiya qilaman. Chunki siz ko'pchilik bilan muloqotda bo'lasiz va hammaga hidi birdek urib turadi va unchalik o'tkir emas. Ichkariga kirib oldik. Mana yerda pulimiz turibdi. Hech kim olib ketgan yo'q, lekin ancha odam o'tib ketdi. Boyakalargacha. Boyakalarga bo'ladigan bo'lsa, Hayratul Abror atiri bor. Keling, sizga ko'rsak. Boyakalarga Hayratul Abror atirini tavsiya qilamiz, chunki yirik uchrashuvlarga o'shani sevib borishadi va ko'pchilik boylar Hayratul Abror atirini xarid qiladi. Qora akalarga qanaqa atir tavsiya qilasiz? Qora akalarga Shosha atirini tavsiya qilamiz. Brendimiz asoschisi Hasanxon Abdulmajid ham Shosha atiridan asosan sepadilar va o'zimizga ham so'zsiz Shosha atiri ma'qul tushgan. Aka, biz obunachilarimizga ham qanaqadir atir sovg'a qilamizmi? Albatta, bo'lmasa sizga tavsiya qilgan Sabo atirimizning 10 milligramlisini siz va bizning obunachilarimizga sovg'a sifatida beramiz. Davay bo'lmasa kommentariyada aniqlaymiz. Kommentariyaga yozib qoldiring. 15-dekabr kuni kommentariyada g'olibni aniqlaymiz. Sabo atirini 10 grammlisini sovg'a qilamiz. Do'kon manzili Siyok ko'prigida ostida, aniq lokatsiya Telegram kanalida. Davay endi pulni tekshirib ko'ramiz. Menimcha kimdir olib ketgan. Pulimiz halol ekan, hech kim olib ketmabdi, o'zimizga qaytib keldi.